Balki bu avtomobil sizni yoshingizdan katta bo'lishi mumkin, lekin buni puliga 2025 model Cadillac Escalade V seriyasidan naqd 2 tavsiya bo'ladi. 21-asr boshlarida eng ko'p shov-shuv ko'targan avtomobillardan biri Mercedes-Benz SLR McLaren. Menimcha aynan mana shu kollaboratsiyadan keyin McLaren Automotive degan kompaniya borligini ko'pchilik bilgan bo'lsa kerak. Aslida bu model SLR bo'lishining sababi esa o'tgan asrning o'rtalarida legendaga aylangan Mercedes-Benz 300 SLR ning hurmati yuzasidan qo'yilgan bo'ladi. 2005-yilda ishlab chiqarilgan ushbu avtomobil bor yo'g'i 25 ming kilometr masofa bosib o'tgan va Alif Bazar showroomiga soppa sog'lom, hech qanaqa kraskasiz kirib kelgan bo'ladi. SLR McLaren karbondan yasalgan superkar hisoblanadi. Hattoki o'rindiq ichidagi karkasga ham karbon detal ishlatilgan bo'ladi. Karbon ishlatilmagan qismi esa faqatgina dvigatelning ostki qismidagi ramasi hisoblanadi. Bundan tashqari 504 litrli va abrazin 8 silindrli kompressorli motor o'rnatilgan bo'ladi. U 626 ot kuchi 780 Nm taqdim qiladi va bu eng kerakli bo'lgan ikkita jihat avtomobilni 0 dan 100 gacha 308 sekund sarf qilishini ta'minlab beradi. Avtomobilning narxiga keladigan bo'lsa, bor yo'g'i bojxona to'lovisiz 381 ming AQSh dollari bo'ladi.